Assalomu alaykum. Kalla pochchani yoqtirmaydiganlar ham bu retseptdan keyin yoqtirib qolishadi. Sababi kalla pochchani kuydirmasdan ortiq hidlarni ketkizib, shirali va mazali qilib tayyorlashni ko'rsataman. Birinchi bo'lib qo'y kallasi va tuyog'ini terisini shilib olamiz. So'ng tishlarni olib tashlab, og'iz bo'shlig'idagi plyonkalarni tozalab, bo'yin qismidagi bezlarni ham olib tashlaymiz. Ortiq hidlari chiqib ketib, yana ham toza bo'lish uchun ko'piklari chiqqungacha bitta qaynatib olamiz. Qozonga bir cho'mich yog' solib, yana ham chiroyli va mazali chiqish uchun masalliqlarni qizartirib olamiz. Yana ham mazali va shirali bo'lish uchun 2 dona qo'y kachalkasidan ham qo'shib yubordim. Go'shtlarni qizartirib olganimizdan so'ng 1 dona piyoz va pomidorni mayda qilib to'rab, yog'ga solamiz. Ketidan 5-6 dona sarimsoq piyoz, rozmarin, tuz, zira solib aralashtirib qovurib olamiz. So'ng qizartirib olgan go'shtlarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib qozonga taxlab, ustidan ozroq tuz sepib 1 litr suv solamiz. Suv qaynab chiqqandan so'ng olovni pasaytirib, yetilishiga qarab 4-5 soat davomida past olovda dimlab qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek, kalla pochchani shu usulda tayyorlasanglar, yana ham ishtah ochar, go'shtlari bo'lsa shirali chiqadi. Kalla pochcha arzon bo'lishiga qaramasdan, yetarlicha xilma-xil juda ham mazali va shirali go'shti bo'ladi. Videoni saqlab qo'yishni unutmanglar. Uyda qo'y so'yilganda kalla pochcha pishirganingizda kerak bo'ladi. Videoni kalla pochchani yaxshi ko'radigan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like aytmasanglar xursand bo'laman. E'tiboringiz uchun rahmat.